Damas chakalarning yana bir muammosi. Hop. Mana bu ovoz tanish bo'lsa kerak. Damas chakalarning bir og'riqli nuqtalaridan biri. Orqaga odam o'tiradi. Yamali yo'llarda yurgan vaqt odamning miyasini egallayotgan narsalardan biri. Hozir buni yechimini ko'rsatamiz. Sizdan yechib olib, qanday buni bartaraf qilishni ko'rib chiqamiz akalar. Videoni hozirdan Damas chakalarga jo'natib, o'tkazib yubormay turamiz. Akalar, bu sizdan yechdik. Va ikkitasini qildik, uchtasi qoldi. Endi farqini ko'rasizlar. Hop. Mana buni ko'rasizlar. Ikkita plastmassa qo'yilgan orasiga. Ovoz degan narsa yo'q. Nima uchtasini ko'ramiz nima qarang. Miyani egoldi bu. Mana ikkalasida bor, mana ikkalasida yo'q. Mana bu yerga temirni o'ziga simni qisib qo'yibdi. Qaysi kalla bilan qilgan bilmayman-ku. Bularga dars berish kerak hozirroq. Hop. Temirga qisib qo'ygan, albatta ovoz beradi. Uxlab qolmaslik uchun shuni imonni qilib qo'yibdi. Bilmayman, yo'lda uxlab qolmaslik uchun sal ovoz berib turish uchun. Mana bu boshqa gap endi. Orasiga qanaydir plastmasmi, rezinami qo'yib yuborganda bunday problema bo'lmasdi hozir. Orasiga ochasizlarda plastmas yoki rezina qo'yasizlar. Vazisi baqotir bo'lsa, uncha yilib ketavermaydi. Ovoz bartaraf bo'ladi. İşimizga bitta yurakchani qizartirib qo'yib, obuna bo'lishni unutmaymiz akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.